Mijozning bitta talabi bor. Shu uzukni aynan shunday qilib yasab berish. Shu joyda ko'pchilik zargarlarimiz o'ylanib qoladi. Chunki bunday buyurtmada har bir millimetr muhim. Eng kichik xatolik ham butun natijani o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun jarayonni professional 3D modellashtirishdan boshlash kerak. Har bir detal kompyuterda mikron aniqligida tayyorlanadi. Keyingi bosqichni esa Flashforge brendining Waxjet 51C modelini o'zi bajaradi. Bu model Flashforge kompaniyasining zargarlik sanoati uchun ishlab chiqarilgan eng yangi avlod 3D printerlaridan biri. Natija esa mijozning yuzidagi tabassumda namoyon bo'ladi. Endi esa keling, ushbu yangi Flashforge Waxjet 51C printerini yaqindan ko'rib chiqamiz va uning imkoniyatlari bilan tanishamiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi apparatimizni ko'rsatib bo'ladi. Bu Flashforge eng kichik apparati. Bu maxsus shunaqa kichik joylar uchun mo'ljallab ishlab chiqarilgan va zargarlarda agar ob'yom kam bo'lsa, ob'yom kamroq bo'lsa, shu apparat tavsiya qilamiz har bir zargarimiz uchun. Bu apparatimiz 2026-yil mayda butun dunyoga tarqaldi, ishlab chiqarish boshlandi bu apparatni. Bu apparat hali yangi. Bundan oldin 510 degan model bo'lgan. 510 juda ham katta gabarit bo'lgan va kichkina korxonalar uchun to'g'ri kelmagan u. Juda og'ir bo'lgan. Ko'rinishlari ham ancha bir 2 metr balandliklarda katta gabaritli bo'lgan va voz sarfi juda katta bo'lgan. Bunda voz sarfi juda kichkina va bunaqa kichik platformalarda ishlab chiqarsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana ob'yom juda kichkina, katta emas. O'zi 512 bunga nisbatan ancha kattaroq bo'ladi va 532 bu kichik ishlab chiqaruvchilar uchun mo'ljallangan. Agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, 510 bilan 530 vosklari katta baklashkalarda kelishadi. Buni vosklari mana kichkina idishlarda bo'ladi, shunaqa одноразовый. Bitta solinadi mana shu joylarga, mana o'zini atseklari bor. Qizil uchun alohida, oq uchun alohida mana. Qizillikka, oqga solib ishlataverasiz. Hammasi bor. Bu apparatimizning og'irligi 140 kg chiqadi. Pakovkalar bilan atak o'zi 100 kg ga boradi. Bu apparatimiz uchun nima kerak? Iloji boricha UPS qo'yib, UPS da ishlatish kerak. Ko'rib turganingizda bu mijozimizda UPS'lari bor. Mana UPS qo'yilgan. Bu adashmasam 5 kW UPS. Tagida batareykalar bilan birga bor. Bu UPS bu apparatni 5 soatlarga 4 soatlik ishlab berishga yetadi. Va ikkinchi kerak bo'lgan narsa bu internet kabel. Shu ishxonada Wi-Fi bo'lsa, Wi-Fi dan tortiladi, qo'yiladi internet kabel. Shunda bu apparat ishlaydi. UPS nega so'rasangiz, Toshkent O'zbekiston Libot tochkasida svet o'chib qolish ehtimoli bor, katta skachok bo'lishining ehtimollari bor, apparatga zarar bor. Ishlab turgan apparat svet o'chib qolsa, shuncha o'stirgan narsasi brak bo'ladi va boshqa o'stirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz UPS qo'ydiramiz har bitta mijozimizga. UPS o'sha svet o'chib qolgan payt mobaynida apparat ushlab turadi va o'zining ishini tugatib oladi apparat. Hozirgi ko'rib turgan 51C modellarini biz Guliston shahriga ustunovka qildik. Bu modelimiz juda ixcham, ko'rib turganingizdek, kichik ishlab chiqarish bo'lgan joylarga, joy muammosi bo'lgan joylarga juda ham qulay, razmerlari kichkina va vesi ham 100 kg ga bormaydi. Bu apparatni biz O'zbekiston bo'yicha birinchi ustunovka qildik. Bundan oldingisi bittasi Qirg'iziston Bishkekda ustunovka qilingan. Ko'rib turganingizdek, juda chiroyli ishlangan va juda ixcham. Har bir sifatli natija to'g'ri o'rnatish va sozlashdan boshlanadi. Qurilma ishga tushirishdan oldin barcha ulanishlar tekshiriladi. Tizimning asosiy parametrlari sozlanadi va printer ish jarayoniga tayyorlanadi. Waxjet 51C maxsus zargarlik uchun ishlab chiqarilgan vosk materiallari bilan ishlaydi. Har bir vosk o'z vazifasiga ega bo'lib, ularni to'g'ri joylashtirish va tavsiya etilgan tartibda o'rnatish yuqori sifatli chop etishning muhim qismidir. Shundan so'ng model printer dasturiga yuklanadi. Chop etishdan oldin joylashuv parametrlari va barcha sozlamalar tekshirib chiqiladi. Aynan shu bosqich yakuniy natijaning aniqligiga bevosita ta'sir qiladi. Barcha tayyorgarlik ishlari yakunlangach, printer birinchi chop etishni boshlaydi. Yuqori aniqlik va barqaror ishlash murakkab zargarlik modellarini ham ishonchli tayyorlash imkonini beradi. Natijada siliq yuziga ega, aniq detallar bilan ishlangan vosk model olinadi. Bu esa keyingi kasting jarayonini osonlashtiradi va zargarga vaqtni tejash bilan birga yuqori sifatni ta'minlaydi. 510 modelimiz ishlab chiqarishdan chiqdi. Endi faqat 51C model ishlab chiqariladi.
51 Steam bilan 510 ning farqi razmerida, vesida va ishlab chiqarish tezligida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu model juda ixcham, kichik, tor joylarga juda qulay bo'lgan model bu. Hozir klientimiz uchun uстановkani tugatdik. Bitta fayl yasab turib modelni qo'ydik va hozir ishlab chiqarish ketyapti. Ko'rib turganingizdek, mana 2 soat vaqt qolgan ishlab chiqarish uchun. Ichini ham ko'rsanglar bo'ladi. Qo'yamiz. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Servis Jamolskiy.